3 oydan bir qizim ham uyda, 3 ta bolangiz bor bola. Yarashib ketsanglar bo'lardi. Va, yana shu masalami. O'tgan safar adam chiqdilar menga telefon qilib. O'g'lim, yarashsiz bo'lardi. Adammi yo sizni aybingiz yo'q-ku bu yerda? U o'zi ketdi-yu. Yo, to'g'ri tushunaman, просто bolalaringlar bor, bolajonim, bu yerda 3 ta bola bor. Bolani uvoli o'zi bilan. Endi yoshlik qilib qo'ydi qizim bilas. Ahmoqlik qilib qo'ydi. Endi tushuntirdim, qaynaning qaragin, bitta o'g'il olib chiqib keta olmaysan hech qanaqa, o'sha qarashing kerak deb aytdim. Oy, menga qarang, men yetimman. Yetim emasman-ku. Meni onamlar-yu, kasal bo'lyapti. Bilaman. 2,5 oy, 3-oyga borganda ketib yubordi. Yaxshi emas bu. Mahalla ko'yi oldidan nima o'zingiz o'ylab ko'ring. To'g'ri bolam. Gapirdim men ham, tushuntirdim. Yoshlik qilib qo'yibdi. Men kechiring, men uchun kechiring bolam. 3 ta bolani o'g'il tutmasin. Siz uchun Ancha aqli kirib qoldi. 3 oy o'tirib. Qachon qarama, boshqa yoqqa chiqaylik, ko'chaylik, boshqa uy olaylik, undoq qilaylik, bundoq qilaylik. Menga yo'l ko'rsatyapti. Nimaga yo'l ko'rsatadi u? Bola yoshlik qilib qo'ydi, ahmoqlik qilib qo'ydi. Men ham o'zim ham rosa urishdim. Unaqa qilmagin, bolalaring bor. Bolam o'tirgan qaynotangga qaragin, eringga qaragin deyapman. Endi yaxshi bo'lganda, meni onam tuzalib qolganlarda endi kelaman demasin menga. Endi men uchun kechiring, qariydi, o'tiradi, men aytdim. Ajrashib ketmanglar, 3 ta bolam. Mana qarang. Siz o'g'lingiz uchun har doim eng yaqin insonmisiz? Onasiz, to'g'rimi? Unda aybi bor. U meni onam-u. To'g'ri tushuntirdim, aybi bor qizimni. Olib bordim men bolam. Hozir bu yerda tortishganimizning nima foydasi yo'q? Yo'q, to'g'ri tushunaman bolam. Endi o'zi bolalar qo'ying. Kecha adamlar bilan ham tortishdim. Mana bugun siz bilan tortishyapman. Meni uyimni oldiga kelmasin. Mayli, bolalarimni borib ko'rib kelishim mumkin, lekin men yarashish niyatim yo'q. Chunki o'zi lafz qilib aytdi menga. Men sen bilan qaytib yashamayman dedimi, bo'ldi. Bolalar qo'ymayapti, adam deydi. Ko'chada ham olib chiqsam adam deydi. Bo'ldi, o'zingizni qiynamang, iltimos. Men ham qiynalib ketdim. Men ham yoshim katta bolam, tushuning meni ham. Iltimos. Katta boshim kichkina qilib keldi. Tushunyapman. Iltimos sizdan. O'ylab ko'ring bolajonim yana. O'ylab ko'rishga vaqt yo'q. Vaqt o'tib ketdi 1 oy. Men tupurgan tupurg'imni qaytib olmayman. Iltimos sizdan, o'zingizni qiynamang. Qizingizga tushuntiring borib. Bo'ldi, men boshqa gapim yo'q. Mahalla ko'yi oldi hozir nima degan odam bo'laman? Mayli, o'zingiz siqmay ketavering, boring. Men yana o'ylab ko'ring bolajonim. Sog' bo'ling. Balkim yarasharman. Axir o'zimning farzandlarim. Oyi? Ha, o'g'lim.